Men o'sha supervizorlik faoliyatimda e, bo'lgan bitta voqea bilan bo'lishmoqchi edim. Shu o'zimni qilgan ishim xullas. Bitta yangi agent ishga kelgandi, ishga olgandik. Uni ishlari juda unaqa yaxshi ketmayotgandi. E, Endi ham bu sohaga begonaroq bola bo'lgani uchun, ham sal yoshroq bo'lgani uchun unaqa yaxshi eplolmayotgan edi. Shunda tepadagi o'sha rahbariyatdan shunaqa bir nima bo'lganki, buni xullas qo'pol qilib aytganda yo odam qilsang odam qil yoki ishdan bo'shatib yubor, bizga bunaqa to'g'ri kelmaydi, bunaqa agentlar degan gaplar ham bo'lgan. Keyin bir ikki kun o'sha полевой storchek qilib, полевой trening qilaman deb, то есть qaror qildim. Shu agentim bilan birga chiqdim. Bitta do'konga kirdi, zakaz yo'q ekan deb chiqdi. Ikkinchisiga kirdi. Ataylab men birga kirmadim. Ikkita uchtasiga kirdi, shunaqa deb chiqdi. Keyin yana bitta do'konga kirdi, men kirmadim unga ham. Yana qaytib chiqdi. Nima ekan desam, yo'q, bularda tovarlar bor ekan, kerak emas ekan dedi. Shunda aytdimki, sen qayerdadir xato qilyapsan, hozir ham xato qilding. Bundan oldin ham o'sha qilgan vizitlaringda hammasida xato qilding dedim, hozir ham xato qilding dedim. Ular mayli, lekin hozirgi xatoingni topganda kirib to'g'rilab shu zakaz olib chiqqin dedim. Kirib ketdi xullas. Yana qaytib chiqdi. Zakaz bormi desam, yo'q dedi. Nimaga desam, o'sha zakaz beradigan odamni xo'jayini yo'q ekan dedi. Yo'q, sen baribir xatoingni topmabsan. Topganda kirib to'g'rilab chiqib, ya'ni zakaz olib chiqqin dedim. Yana kirib ketdi. Xullas 3-mi 4-chi kirishida keyin o'sha tirjayib chiqib zakaz oldim dedi. Zakaz olgan, mana o'sha mahsulot bor, kerak emas, to'lib toshib yotibdi. Xo'jayin yo'q, zakaz qiladigan, ertaga pul topib bera olmayman deb turgan do'kon zakaz bergan. Juda unaqa minimalli ham emas, normalniy o'rtacha zakaz bergan. O'rtacha zakaz bilan chiqdi. Bilmadim o'sha payt nimaga aynan shu narsa oldindan rejada yo'q edi, shu o'z-o'zidan bo'lib ketgandi shu voqealar. Keyin keyingi do'kon kirdik. Keyin birga kirdim. U yoqqa ham kirdida, shu kerak bo'lsa e'tirozlarni bartaraf qilib, boshqa qilib, o'tdan ham zakaz oldi, keyingisidan ham. Xullas o'sha kuni men unaqa aralashganim ham yo'q. Bir yordam berib yo boshqa, shu bitta shuni o'zini ta'sirida prosta kirib uni kuzatib turdim, bo'ldi. U даже birinchi kirdi, agentim kirardi, men xuddi bir xaridorga kirib uni o'sha eshitib turdim. Qarang, nima deyapti, nima qo'yapti deb. O'sha qanaqadir uvereniz, o'sha boshqacha, kayfiyati ham boshqacha, ertalabkidan boshqacha edi. Xullas, o'sha kuni ko'p zakaz oldi. Shu 1-2 kun nima qilgandan keyin ertasi kuni da master klass ozgina ko'rsatdim. Ya'ni u muammolarini aytishni boshladi o'zini, ya'ni o'sha kattaroq bo'lgan magazinlar bilan, kattaroq supermarketlar bilan qanaqadir salovati bosib ishlashga qiynalaman dedi. Yoki boshqa o'sha aytganimda e'tirozlarni bartaraf qilib zakaz olishga qiynalamandir. O'shani master klasslarni ko'rsatdik, birga ishladik. Xullas 1-2 kunmi, aniq esimda yo'q, shu balki 3 kundir birga ishladik. Shundan keyin shu agentimni natijalari zo'r bo'lib ketdi. Ya'ni o'tda har xil komandada bo'lardi. Komandada har xil o'sha oylik nominatsiyalarimiz bo'lardi. Eng ko'p miqdorda sotgan va eng ko'p zakaz olgan. Endi uni rayoni ham baribir unaqa zo'r emas, Sergeli rayoni. Sergelidan o'zi u mahsulot bilan katta nima olish ham qiyin edi. Ham endi muvaffaqiyatli eng birinchi oy zakazlarni o'sha hajmi emas, zakazlarning soni bo'yicha birinchi o'rinni oldi. Shu ikkita lider agenti bittasiga aylandi, bonuslar oldi, undan keyin yana motivatsiya oldi, undan keyin yana ishladi. Xullas 3 oy, 4 oy o'tib eng ishongan, eng bir nima deydi, kompaniyani bir erkatoy agentlari bo'ladi-ku, eng o'sha yulduz agentlarning bittasiga aylandi. Undan keyin ham mana u anaqalardan bo'shab ketdi, boshqa qilganidan keyin ham u bola ham boshqa joylarda ham ishladi, keyinchalik supervisor bo'ldi, boshqa bo'ldi. Xullas, nima deydi, karyerniy ro'sti ham bo'ldi.
Hozir endi aynan shu kunlarda nima qilayotganini bilmayman, lekin oxirgi marta gaplashganlarimda o'sha supervizordan keyin o'sha menejer bo'lishga tayyorgarlik ko'ryotgandi, ya'ni menejerlikka tayinlanish arafasida edi o'sha. Ili arafasida, ili o'sha menejer qilishdi deb xursand bo'lib gapirgandim. Buni nimaga men esladim? Mana supervizorlar agar shu videoni ko'rib turishgan bo'lsa, bu ham bitta qanaqadir nima deydi, o'zim o'sha tajribam bilan bo'lishkim keldi-da. Xullas kalom, indallosida bu yerda o'sha e'tirozlar bilan ishlash, e'tirozlarni bartaraf qilishda qolyapti-da hamma gap. O'shaning uchun men ko'p aytaman, e'tirozlar bilan ishlash o'rgatinglar deb. Mana o'sha bir marta kirganda zakaz beruvchisi ham yo'q edi, mahsulot kerak emas, puli yo'q, umuman yo'q deb turgan do'kon nimagadir zakaz berdi-da, nimagadir zakaz berdi. Keyingilari ham nima deydi? Keyingilarga ham kiryapti-da, biron bir bahona aytishyapti. Yo'q, boshlig'imiz yo'q edi, telefon qilyapti, boshqa qilyapti. Uje bu yog'iga nima deydi? Ijodkorlik ketyapti, yo'lini topyapti. Voy, shunaqami deb, ha, mayli deb boshini egiltirib chiqib ketayotgani yo'q-da. Yani supervizor hech qachon agentlarini o'sha qanaqadir unaqa ekan, bunaqa ekan degan bular bahona, bu e'tiroz emas. Bu e'tiroz emas. Qachon o'sha savdo do'konlari sizni mahsulotingizni olmaslikka bir nima deydi? Уважительный причина deydi-yu. Shunaqa bir sababi bo'ladi. Qachonki sizni mahsulotingizni olgan kimdir jalba qilgan, bir sifatidan bir nima bo'lgan, yoki sizni xodimlaringiz kam olib borgan, boshqa qilgan, adashib ketgandir yoki bir yomonroq bir nima deydi, tovarni vidi yo'qolgan tovarni ber, xullas xafa bo'lib qolgan. Shunda bunaqada buni e'tiroz qilsa bo'ladi, lekin shularni ham bartaraf qilsa bo'ladi. Lekin boshlig'i yo'q ekan, hozir mahsulot yetarli ekan, bu bahona, bu aniq 90% holatlarda bu bahona bo'ladi. Buni faqat ishlash kerak, to'g'ri bartaraf qilish, yo'l yo'riqlarni bilish kerak. Supervizor buni o'rgatish kerak. Hech bo'lmasa bilmadim, mana shunaqa yo'l yo'riqlarini menga o'xshab qo'llabmi bilmadim. Xullas, yo'l yo'riqni topib o'rgatish kerak. Yo'l yo'riqni topib o'rgatganingizdan keyin shu agentlaringiz ham yo'l yo'riqni topib zakaz oladi. E'tirozni ham bartaraf qilib chiqadi. Shunaqa.